Salom do'stlar, sizlar bilan Sarvarbek Gaming. Xo'sh, bugun men sizlarga tezroq max qilishi sirli va o'zim biladigan yo'nalishni o'rganib chiqaman. Buni siz oxirigacha ko'rsangiz, albatta foydali bo'ladi bu video sizga. Chunki buni 80% yoki 70% odamlar bilmaydi bu qanday max qilishni va to'g'ri yo'lni bilishmaydi. Bunda biza boshladik. Uni sahifamga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xo'sh, o'zi boshidan boshlaymiz. Ba'zida o'ylashadi va o'zi o'ynash bilmaydigan birovlarni ham kuchaytirib tashlashadi. Bu juda ham xato. Ya'ni o'zlar bilmaydigan, o'zlar yaxshi o'ynamaydigan birovlarni ham kuchaytirib tashlashadi va o'zi yaxshi emas birovlarni ham kuchaytirishadi. Juda ham xato. O'zi zo'r o'ynaydigan va yoki hozircha zo'rlanarmanlik bayislarni kuchaytirishni maslahat beraman. Shunda hamma ko'ngillarni va powerpointlarni o'shanga ishlating, keyin tezroq 11 kilo bo'ladi va giperni ham olasiz va tezroq max qilishingiz osonlashadi. Va keyingisi bu klub. To'g'ri, buncha vaqtda kerak emas o'ylashadi, lekin klub ham ancha foydali. Ya'ni siz birovlar max qilmoqchisiz, lekin sizga sherik kerak, lekin sizda sherik yo'q. Shuning uchun sherik izlaysiz, lekin random bilan bosasiz, keyin yutuqlar asabiy bo'ladi. Keyin aktiv klubga o'tsangiz, mazza qilib hamma do'stlaringiz bilan o'ynaysiz va tezroq max qilasiz. Mana aktiv klubga o'ting va aktiv yo'q klubda o'tirmang. Hop, keyingisi bu ya'ni tangalarni va powerpointlarni bekorga ishlatishadi ba'zida. Bunda qolmang. Ya'ni to'g'ri gadjet oling, to'g'ri sarf qo'ying va o'zingiz normal o'ynaydigan bayisdagi giperni olingda, keyin max qilishni boshlang. Agar iloji bo'lsa Brawl Pass ham o'ynaysiz normal. Nimaga? Chunki Brawl Pass sizga powerpoint beradi va tangani beradi. Agar plyus bo'lsa oling, tekini ham bo'laveradi. Tekinida ham beradi kreditlar va tangani beradi. Tekini ham normal. Keyin kredit, ya'ni siz hamma brawler yo'q bo'lsa kreditga o'zingiz zo'r o'ynaydigan brawlerlar yoki hozircha normal kuchli brawlerlarni olishingizni maslahat beraman. Va keyin ularni tezroq kuchaytirganingiz normal. Va keyingisi, ya'ni hamma qiladigan xato bu nima? Ya'ni sekinlik qiziqish va tangani bekorga ishlatib tashlash va umuman o'ynashni bilmaydigan birovlarni ham kuchaytirib tashlash bu juda ham xato. Yana keyingisi yana shartlar berishadi-yu, mana deb qo'yasiz deb turibdi, Brawl Pass oling. O'shani ham bajarishingiz maslahat beraman. To'g'ri, oddiy ishlar, lekin uni bajarsangiz ham tezroq tangani va powerpointni olasiz va tezroq max qilishingiz osonlashadi va 11 sini qilasiz, keyin max qilish osonlashadi. Videoni mana shu joyda o'tashga majbur bo'ldim. To'g'ri, video qisqa bo'ldi. Qisqa bo'lsa ham sizlarga ancha foydali bo'ladigan umiddaman. Va mana shu videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyin qanaqa video chiqishi kommentariyaga yozib keting. Va men videoni shu yerda to'xtatdim. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.